Yurkan. To'g'riga qarab yurkan. Bir normal. Yana bir marta. Davom. Ha. Yur. To'g'ri yur. Erkak o'xshab yur. Mana, qara. Mana. Mana ana shunday yur qani, to'g'ri. Normal yur. Mana. Yurkan. Mana normal yursa bo'lar ekan. Erkak o'xshading. Ya ada menga seryozni bo'lish yarashmaydi. Ha, ishla. Nima bu ada? Eshak nimasi? Nimasi? Oyog'i. Ko'rmisan? Lapatka-ku. Birinchi marta ko'ryapsan. O'zana shu bilan yer og'darasan. Kim bu? Ibi. Noyob ko'rgan ko'shada sharri haraman. Zo'r narsa ekan, ha, papichka? Haqiqatan ham bacham yomon narsa ekanda. Bunda faqat yer og'darsa bo'ladimi yo boshqa ish qilsa ham? Ha? Ha, buni aytyapsanmi? Qo'y uni joyiga, kimdir keldi. Maqsading nima? O'g'lingiz salonimizdan ketgandan beri umuman klient yo'q. Men o'g'lingizni olib ketgani keldim. Hech qayerga bormaydi o'g'lim. O'zi sizlar yonlarida bor mana shunday bo'ldi. Stilistlik erkagi kasbi emas. Tushunyapsizmi? Siz olib ketaman deb xayol qilmang. Olib keta olmaysiz mendan. Oyiga 10 ming dollar beraman. $100 beribdi-da onangga.